Bitta videoga ko'zim tushdi. Vaynerlarga el yurt faxri degan unvon berilibdi va bitta opamiz bu videoga reaksiya qilib aytibdilarki, men bu el yurtning a'zosi sifatida men ulardan umuman faxrlanmayman va Vaynerlar nima qilib qo'yibdiki, ularga el yurt faxri degan unvon beriladi degan ekanlar. Va men bu gapga 100% qo'shilaman. Agar rostdan ham Vaynerlarga el yurt faxri degan unvonmi, ordenmi yoki qanaqadir faxriy yorliq berilgan bo'lsa, bu menimchalik achinarli holat. Juda ham kulgili va uyalishimiz kerak Allohdan. Hozir biz chetga chiqqanda Imom Buxoriy, Termiziy va ularga o'xshagan gigant ulamolar bilan faxrlansak, bizani avlodimiz demak bu Vaynerlar bilan faxrlanadi. O'zi el yurt faxri degan unvon kimga beriladi? El yurtda ma'lum bir sohada katta rivojlanishga, ravnaqqa, ulkan ijobiy o'zgarishga sababchi bo'lgan odam yoki guruhga beriladi. Bu Vaynerlar nafaqat bunaqa ijobiy o'zgarishga olib kelishmadi, balki g'irt teskarisini qilishyapti. Yoshlarimiz bachkanalashib, saviyasizlashib, ta'lim-tarbiya minusga qarab ketayotganining eng asosiy sababi bu ular iste'mol qilayotgan kontentda. Va ilmiy tadqiqotlar necha marta qayta isbotlab bo'lishdi, bunaqa brain rot kontent odamni aqlsizlashtiradi. Yoshlarimizni aqliy mehnat qila olish qobiliyatini keskin pasaytirib yuboradi. Qanaqa qilib xalq ichidagi parazitlarni el yurt faxri deb atash mumkin? Yoki mayli. Lekin eng qizig'i bu gapga qarshi bildirilayotgan argumentlarni eshitish bo'lsa kerak. Bitta aka chiqib aytibdilar, sohani yaxshi yomoni bo'lmaydi, soha egasini yaxshi yomoni bo'ladi. Hamma soha kerak. Vaynerlar masalan ehson qiladi, masjid quradi va hokazo. Birinchidan, albatta sohani yaxshi yomoni bo'ladi. Hamma soha yaxshi, hamma soha kerak deb kim aytdi sizga? Pornografiya sohasi, fahsh kontentlarni tarqatuvchi yo'nalish. Kerakmi? Yaxshi sohami? Hamma soha yaxshi, hamma soha kerak deb qattan oldingiz tushunmayman, subhanalloh. Aytgancha, hozirgi Vaynerlarimizni ko'pini kontenti bir asr, ko'p emas, bir asr oldingi standartlar bilan pornografiya hisoblangan. Yoki aytaylik qimor organizatorlari. Ular ham kerakmi? Ular ham yaxshi sohami? Yoki ularni reklama qiladigan blogerlar bizga kerak blogerlarmi? Yo'q. Bunaqa sohalar kerak emas va zararli sohalar tiqilib yotibdi. Xullas, Vaynerlar, millionchilar g'irt bachkana qiluvlar qilib, yoshlarimiz miyasini chiritadigan, kontent qiladigan odamlar umuman kerak emas va zararli soha egalari deb bilaman. Hamma soha kerak, hamma soha yaxshi degan gap absurd to'g'risi. Ikkinchidan, nima uchun Vaynerlarni ehson qilishini yoki masjid qurishini eslamayapmiz? Bu noxolislik-ku. Yo'q, noxolislik bu siz bir ikkita savob ish qilib, butun xalqni gunohga chorlayotganingizda oqlashga harakat qilish. Alloh alam bunaqa argumentni bildiradigan odam shu Vaynerlarni brain rot kontentiga o'tirib qolgan yoki o'zi Vayner. Agar siz rostdan ham xalqni o'ylasangiz yoki Allohdan qo'rqsangiz, men ham yaxshi ish qilyapman, mana ehsonlar qilib turaman deb emas, 10 baravar zararingizni to'xtatgan bo'lardingiz. Vaynerlar qilayotgan savobli ishlar, o'zi savobli ishlar berkitib qilinadi. Ular qilayotgan ulkan zararni yo'qqa chiqarib qo'ymaydi deb bilaman. Lekin siz albatta o'zingiz fikringizda qolasiz. Men undan ko'ra borib o'zim ishimni qila qolay. Ingliz tilimni dars berayman. Boshqa ishlarga aralashmay qo'ya qolay. Mayli, okey. Barakallohu fikum.